4-chi qism. O'tganlar qut belgisi bilik debdi. Bilik bilsang baxting bo'lur, o'qu debdi. Biliksiz nodonlarning holiga voy. Bilik ol, elgi qo'shqut töhba debdi. Birinchi bob. Yangi o'rdada 10-yüzyillikning o'ttirlari. İşte yilining Tomuz kunlari. Quyosh tepdi, hamma yoqni qizdirmoqda. Beshiga ko'k gullik oq to'p kiygan, ustiga yo'lliq yaktak, putiga kash masi kiygan oqsoqol Chabdas ustam ot bilan qo'rg'on yezisidan Tömen daryosini bo'ylab tövallamoqda. Ustam ko'zlarini yerim yumib, bir kalta ohangda ichidan go'ngildaydi. Uning naqshi o'qiyotganligini yoki Qur'on o'qiyotganligini bilib bo'lmaydi. Balki biror oyatni yodga o'qiyotamdikin. Sutuq xon bo'lib uzoq o'tmay, Chabdas ustam musulmon bo'lgan edi. U iymon, namoz qoidalarini chapsalli o'rganib oldi. Shundan boshlab 5 vaqt namozdan qolmaydi. Aldirash naqqoshlik ishi ustida bo'lsa-mu, azon ovozini anglagan hamon ishini to'xtatib, tahorat ilib namozga boradi. Shu topda balkim u ichida o'zi yoritadigan biror g'azalni o'qib ketib boradigandir. U kichigidilla san'at xumori bo'lg'ashqa bir al-nag'machi qo'shnisidan tambur o'rgangan edi. Vaqti bo'sh bo'lsa, tambur chilib naqshi aytadi. U tambur torini mungluq ohangga chekib zo'qlanadi. Bir so'zim aytayin ishtkil yoru. Suyukli do'stinga osqil tumaru. Bezakli yuziga, boqma so'ziga. Oriqdil do'stni top, chiqar xumaru. Chabdas ustam bayotindan beri oyat emas, naqshi o'qib ketib beribdi-da. Chabdas ustam o'zi yaxshi ko'radigan bu qo'shiqni naqshisiga qo'shib olgan edi. U yuzini bezaklagan, chiroyli so'zlaydigan, teshi pol-pol, ishchi g'al-g'al vafosiz do'stning jafosini oz tortmagan edi. Shunga u oriqdil, suyukli do'stni xumor qiladi. Shundoq mardona do'stning bo'yniga tomar etishga tayyor edi. Chabdas ustam keyin bu qo'shiqni yozgan kishini bilgisi kelib, o'qishib yurib, u kishining o'rdi betishisi Ilik degan kishi ekanligini, uning yana tanglikni, erkinlikni so'zlaydigan qo'shiqlari jiq ekanligini, uning qo'shiqlari qo'ldan qo'lga, eg'izdan eg'izga ko'chib, elga keng taralganligini uqdi. Ustam unda qo'shiqlardan bir munsini tepib o'qidi. Ilik degan bu kishiga g'oyibona muhabbat bog'lab qoldi. U qo'shiqchining qo'shiqlarini doim so'zlarga aralashtirib ishlatadigan bo'ldi va bu mening so'zim emas, Ilik hojibning so'zi deb ta'kidlab qo'yadigan bo'ldi. Chabdas ustam kichkidila o'z vaqtidagi maktabda savod chiqargan edi. Keyin u dadasidan birdan-bir boyliq bo'lib miros qolgan naqqoshlik hunarini yaxshi ko'rib o'rgandi va 20 yoshlarida usta naqqosh bo'lib yetishib, Qashqar tavasida dongliq usta bo'lib nom chiqardi. U boylarning cho'ng imoratlariga, o'qullarga va butxonalarga naqsh soladi. Gajdin naqsh solgandan boshqa u yog'ochga o'ymi naqshmi soladi. Shunga uning naqshi yo'q mashhur butxonalari
oz edi. Chabdas ustam islom diniga ancha orqaga tortmayli kirdi. U Budda diniga qaraganda islom dinini bakrak yoqtirib qoldi. Buning nemishqa shundaqligini uning o'zimi bilmaydi. U xurofotchi ruhoniylardan emas. O'z kasbiga havas qilgan odatdagi musulmon edi. Iymon kalomni, 5 vaqt namozni qo'ldan bermaydi. Shogirdlari uningdan jannat, do'zax degan nimalar rost bormidi deb so'raganda, uni borganda ko'rarmiz. Har holda jannatga kirishni orzu qilish kerak deb javob berdi u. Chabdas ustam Sutuq Bug'roxonni yaxshi xon deb hisoblaydi. Uning masjid, madras soldirganligi uningga yarab qoldi. Bo'libmi, naqqoshlikqa e'tibor berilganligidan bakmi xush bo'ldi. Shunga yangi ostonaga silingan 3 cho'ng binoga zo'r ishtiyoq bilan naqsh selishga berilib ketdi. U o'z shogirdlarini to'liq ishga soldi. O'rdidan, yana Qashqarning har qaysi joylaridan va boshqa joylardanmi ustalarni akeldi. Ularning ko'pi Chabdas ustamning xizmatdoshlari, do'stlari edi. U ustalarni 3 binoga bo'lib yetakchilik qildi. O'zi bo'lsa jiqroq vaqtni o'rdi binosiga sarf qildi. U 3-4 yildan beri jafoliq ishladi. Lekin 3 cho'ng binoning naqshlarining ko'ngildagidek bitganligi uchun xumoridan chiqdi. Bu yaqin kunlarda u hordiq ilayotgan bo'lsa-mu, xiyoli yanala naqshlarda bo'lganlikdan gohida binolarga kirib oralab chiqatdi. Chabdas ustam solpon quloq oli etini to'xtatib, putlarini avoylab o'zangidan chiqarib tushishga tamshilayotgan edi. Bir sikilib, uning qo'ltiqidan oldi va yo'lab otdan tushirdi. Tariqchimisan o'g'lim, dedi u so'ygatga ot bog'layotgan qora soqolli kishiga qarab. Yur, ovudinga chiqib, ozroq o'ltirayli. Tariqchi Chabdas ustamni yo'lab do'ngga billa chiqdi. Ular Tuman daryosiga qarab, eriq bo'yida o'ltirishdi. Harmag'ayla ustam, dedi Tariqchi beligi qistruqliq o'rg'oqni ilib yerga qo'yib. Kun issiqida yo'lga chiqiblig'i. Uyda o'ltirg'im kelmadi. Yangi shaharni bir aylanib chiqay dedim. O'zingchi, tirikchilikning qandaqroq? Qandaq bo'ladi. Yana shu otam aytgan bayqi. Voy qulluqdan chiqdinglar-yu, o'zinglar yer terizlar-yu, oqidi, ko'kidi deyishdi. Qo'shtin ilib so'ramga selish degan moshundoq bo'lamdikan tang. Jahondarchilik moshundoqkan. O'ng yoqdagi kam etizlarni ko'rsatdi u. Etizlarda pish-pish oftobda amgak qilayotgan ishtonchoq yoki yirtiq ko'nglak tariqchilarning holsiz harakati ko'rinib turadi. Bir kichikkina xamolliqda ishtonchoq, tallari qoramtul, choch soqollari o'sib ketgan bir tariqchi o'ng qo'li bilan dolisidagi ori sepini tutib, so'l qo'li bilan qo'liqini tutib, loy-loy etib cho'gilmoqda edi. Uning oldida bu yillari bir-biriga chetilgan, tumshuqlarga to'r silingan 2 kala, 3 eshak oyoq ostilaridagi bug'doyni dassab, yanjib mangmoqda. Hayvonlar pushqurib boshlarini silkiydi va pot-pot o'rinliqqa tutib to'xtab qoldi. Keyin yana tariqchining haydishi bilan asta mangadi. Tariqchi beshini kaynigirak egib, ko'zlarini yerim yumib, loy-loyni davom qildirmoqda. Mol uruq, odam uruq, nonmi yo'q, sanduq quruq. Dessanglar, yenchinglar, jonivorlar, lay. Ço!
Hey bechora. Rostilla mollarimi o'zimi o'roq. Dedi Chabdas ustam ichi og'ritib. Voy, bu heliqi Turdi buvayning o'g'li emasmi? Shundaq, To'tjon holi yo'q. Birli eshak o'zining. Qolgan mallarni lapqutga olgan. Qandaq qilsin? Nalig'ini naligan. Qaraslar, laylay emas, yig'a u. Ular Cho'loqbekning o'rmisini o'riyotgan hasharchi namratlar edi. Chabdas ustam yiroqda o'rmi o'riyotgan yerim yalang'och tariqchilarni chala ko'rdi va qo'lini peshonasiga qo'yib, diqqat bilan qarab edi. Targa cho'mgan. So'l tortib engishib o'rmi o'riyotgan tariqchilarni ochiq ko'rdi. 50 gazchi uzunlikdagi tariqchilar sepining orqasida ikki yerda ikki odam qamchilarini pulanglatib urib qo'yatdi. Qonxo'rlar! Dedi Chabdas ustam g'azablanib va tariqchilarni ko'rmasga tirishib beshini burdi. Pah! Ajab cho'ng imoratlar bu. Dedi tariqchi daryoning u yoqida qad ko'tarib turgan 3 binoni ko'rsatib. Oz pul ketmagandi, ha? So'zingiz yo'lliq. Dedi ustam ozroq o'ng'aysizlanib. Biri masjid. U qo'li bilan egiz 2 munollari ang cho'ng, kang binoni ko'rsatdi. Bu madras. Masjidning janubiroqdagi yeshil sapolliq darvozasi ko'rinib turgan binoni ko'rsatdi. Bu bo'lsa, ordu. Xon ordisi. U ko'pligan gumbazlar o'ttirsida ordu saroyining cho'ng yeshil gumbazi ko'rinib turgan ordu binosini ko'rsatdi. Keyin u jim bo'lib qoldi. Kishilar bu yangi shahar yaxshi joyga tushdi deyishidi. Ishqilib, oxiri yaxshi bo'lg'ay. Dedi tariqchi. Chabdas ustam qo'shimlarini turib, daryoning u qetig'iga qaragancha jim o'ltirmoqda edi. Qad ko'tarib turgan 3 binoning atrofida yana boshqa qurilishlarni selayotgan tomchi yog'ochlarning harakati. Kichik ko'ni bozorda setiqchi ilimchilarning harakati va piyoda eshakli kishilarning mengib yurishlari ko'rinib turadi. Yangi ostona. Deydi ichida Chabdas ustam. To'liq bitishi lozim. Sutuq Bug'raxon bu ostonada yaxshi davr surgan. Kim biladi? Ilgirki hollardek bu hammo bora-bora berib yomon bo'lib chiqamdi o'tixi. Chabdas ustam o'rnidan turdi va do'ngdan tushib tariqchi bilan xo'shlashdi. Qashqardagi yangi ordu bitdi. Birinchi qitimliq ish boshlash murosimi bo'lmoqchi edi. Ordu og'isi Borisbek bilan ordu qaruqboshi qilich oldirashlik bilan tayyorliklarni tekshirmoqda. Borisbek cho'ng saroy, ishxona, taxt saroy, mehmon saroylarning bezilishi qandoqligini, pardalarning qandoq esilganligini, gilamlar, qochi gullar, ho'yli oram, ordu oldigacha hammasini tekshirib chiqdi. Qaraganda tayyorliklar joyida edi. Ishni boshlashga bo'ladi. Qilich qaroqchilarning o'rinlashtirilishini, chiriklarning qurol-yaroqlarini tekshirdi. Bir necha qaroqchi boshliqlari bilan orduning tashqarisini, atrofini oyinib chiqdi. Qaroqchilar joyida qo'yilgan. Qurollarimi tuzuk edi. Cho'ng qopqaga qo'yilgan qaroqchilarning ozligini ko'rib, uni ko'paytdi. Qaroqchi chiriklarning ro'yi qiyofatining bo'shliqi qilishga yarimadi. Chirik har qachon o'zini mazmut
Botur, olib tutish kerak, deb koyidi u. Orduning cho'ng kichik saroylarida, ishxona uylarida, o'ylalarda ordu xodimlari aldirash tayyorlanmoqda edi. Ular Sutuq Bug'ra xonni va boshqa katta boshlarni kutatdi. Xon hamrohlari bilan juma namozini o'qig'ili masjidga ketgan edi. Xon yangi yasalgan masjidda birinchi qitimliq juma namozini o'qib bo'lib, tashqarqi masjidga chiqdi. U chiroyliq yo'galgan salla, baqasam to'ni bilan kishilarga alohida ko'rinib turadi. Orqasida, atrofida yaqin hamrohlari uni o'rab keladi. Oldida qaroqchilar odamlarni kayniga yondirib yo'l ochadi. Juma masjidining xatibi Abu Nasr Samoni xonning yonida chuchisi tushirilgan salla bilan mag'rur keladi. "Man qoldim, Xaqon", dedi Abu Nasr palampayga kelganda. "Xo'sh, Allohu taborak va taolo yor bo'lg'ay." Xon uning bilan xo'shlashdi-da, palampaydan tushishi bilanla ikki qo'lini maydisiga qo'yib, bosh egib turgan Chabdas ustamni ko'rdi. Assalomu alaykum, Chabdas ustam. Xon burilib ustamga qo'l berdi va ikki qo'llab ko'rishib, kayniga chekingan ustamga qarab dedi. Bugun o'zlarining naqsh ustadlik hunarlarini tomosha qilamiz-da, ustam. Haras. Bu masjidga nima deb nom bersak bo'lar, ustam? Kishilar masjidda hayit namozini o'qiydi. Masjid oldi maydonida hayit qiladi. Hayitga desak, qandoq bo'lar ekan, ulug' Xaqonim? Bak yaxshi. Yaxshi ot bo'ldi. Shundoq bo'lsin. Hayitga. Yaxshinam bo'ldi bu. Qani yursizlar. Endi ordini ko'raylik. Xon hamrohlari bilan ordu oldiga kelganda, tiqmi-tiqmoq bo'lib ketgan kishilar uni qarshi oldi. Xon kishilar o'tirsidan qaroqchilar oshgan yo'l bilan mengib, orduga qarab mangdi. Ordu darvozasi oldidagi tosh palampaydan supig'i chiqib, orqasiga burilib, xalqqa hurmat bildirdi. Xalqda texmi zo'r ruhlanish paydo bo'ldi va Ulug' Xaqon aman! Ulug' Xaqon aman! Ulug' Xaqon aman! deb varqirashdi. Xon yana orqasiga burilib, ikki yonda turgan Borisbek bilan qilishni ko'rdi. Ularning qo'llarini so'zib, ishkirga taklif qilib bildirgan hurmatiga javob hurmat qayturdi va bir necha qadam mong'andan keyin avval qapqaga, keyin beshini asta ko'tarib, qapqa yuqorisiga qaradi. Uchdan bir qismi cho'ng chosa toshlar bilan tiklangan egiz tomlar orasiga o'rnatilgan yo'g'on qizil qapqa echiqliq turadi. Qapqa qanotlarining o'ttiri levida seriq tushdan yasalgan cho'ng halqalar parqirab turadi. Har xil gullar tushirilgan qapqa beshida toshdan chiroyliq yasalgan 4 tarafı ochiq chosa pashtoq ko'rinib turadi. Uningda 4 tarafga qarab 4 nayzilik qoriqchi haykaldek jim turadi. Sutuq Bug'ra xon bo'sog'idan otlab ishkirga kirganda, o'ng yoqdagi tom tuvida chor soqol egiz bir odam va chopinida rang dog'lari bor yana bir qovul qora soqol odam xonga ta'zim qildi. Bu kishi usta Xanjar ustam, dedi Borisbek oqsoqol kishini xonga ko'rsatib. Binokorlik ustasi. Qo'li oltindek odam. Bak jafoliq ishladi. Bu kishi suratchi usta, Daryo ustam, dedi qora soqol kishini ko'rsatib. Dangliq suratchi, gulchi, ordini gullashda hamma hunarni ko'rsatdi. Men bilaman, dedi xon ular bilan salomlashib. Rahmat ustalarim. Usta Xanjar, usta Daryo.
Yana u orqasidagi chabdas ustamni ko'rsatdi. Chabdas ustam, rahmat sizlarga. Sizlar ulusimizning tanqi. Alloh sizlarga nusrat ato qilg'ay. Keyin ustalar bilan yo'g'irish Botir tog'a va boshqa arboblar ko'rishdi. Borisbek xon va uning hamrohlarini cho'ng panjirlardan tashqarisidagi kang peshayvonning egiz tosh to'riklari ko'rinib turgan uzun, kang ayvonga boshlab chiqdi. Xonning kaynida Botir tog'a va 3 ustam. Ulardan keyin boshqa o'rda arboblar mangdi. Xon va uning hamrohlari panjira atroflariga silingan naqshlarni va panjirlar orliqiga silingan har xil gullar, suratlarni zo'q bilan tomosha qilib mengishdi va ichiga echilgan so'latlik eshikdan bir cho'ng chosa saroyga kirishdi. Bu saroyga Anar saroyi deb nom berildi, deb izohat berdi Borisbek. Saroyning naqsh va gullari anar va anar gulidan ishlangan. Xon va hamrohlari saroyni ko'zdan kechirdi. Saroyning panjira va takchi uyuqlari yoqlariga oq gajga go'zal san'at bilan anar gullari naqshlari silingan. Yeşil yaproqlar orasidan egilib turgan qip-qizil anar gullari va sangilab turgan qizg'uch anarlarning suratlari kishini o'ziga jalb qiladi. Xon va uning hamrohlari to'risga qarashdi. Uning egiz to'risining chosilariga sizilgan anar gullari yoki gullik anar daraxtlari kishining zo'qini butunlay o'ziga tortib, ko'z ololmaydigan darajada jo'lolinib turadi. Bu yoq bo'lsa, dedi sheriklar o'ltisi orasidan to'ksin. Solroqdagi ochiq eshikning ikki tarafida ikki qoriqchi turgan ayvonni ko'rsatdi. Bizga tava bo'lib qoldi. Bir kichik saroy bo'lib, atrofida ishxonalar bor. Bak adgu yasalgan, dedi xon va ustalarga qarab kulib, rozilik bildirdi. Ular o'ngroqdagi o'xshash ayvondan o'tib, o'xshash cho'nglikdagi yana bir saroyga kirdi. Bu saroyning bezilishi boshqacha edi. O'yilgan naqshlar, sizilgan suratlar go'zal yayloqni ko'rsatdi. Tog' bag'ridagi gul o'tloqda bir yerda o'yir yilqilar. Bir joyda poda qolilar. Yana bir joyda o'tlab ketib borgan oq qor qo'ylar. Kashliki qo'shqa yong'anda qo'zilari emayotgan sog'liqlar gavdalanib turadi. Yuqori to'risidami shundoq go'zal suratlar ko'z chiqib turadi. Tomlarning birida oldiga engishib, solma bilan oyg'irni qo'g'lab ketib borgan otliq yilqichi yigitning surati. Yana bir tomda yaylayotgan qo'ylarga qarab, tosh ustida naychilib o'ltirgan qizil bosh yog'liqqa chekkan qizning surati. Ishki udul tomda ot ustida o'qyoni challab, bir to'p kiyikni qo'g'lab ketib borgan ovchining siyoqi bir qaraganda xonga o'xshobmi ketadi. Bu suratni ko'rganda Sutuq kulimsirab Arslonga qarab qo'ydi. Bu saroyga nima deb nom berdinglar? dedi Sutuq Borisbekka qarab. Yayloq saroy deb. Yayloq saroy? So'latiga tozi yarishibdi. Mau taraf oqsoqolning ishxonasi bo'lsa kerak. Shundaqmi? U kulib Botir tog'aga qaradi. Shundoq, deb javob berdi Botir tog'a. Lekin shunisi saroyga tushliq odam yo'q-da, ha? Ko'pchilik kulishdi. Ular yana o'ngroqqa burilib, o'xshash ayvondan o'tib, cho'ngroq, yo'riqroq bir saroyga kirishdi.
Bu Seyli saray. dedi Boris bey xonga yaqinroq kelib. Saray Seyligah purqini beradi. Purq tugul, dal o'zi, dedi Botir tog'a. Sayli saroy texmi go'zal, texmi uz yasalgan. Panjara, oyuqlar girvaklariga, ishik yoqilari, to'risining chatlariga o'yilgan esil san'atlik naqshlarga oralab yeshil bo'yoq berilgan. Panjaralar oralariga har xil manzara rasmlari, meyvelik bog'lar, tog' orliqidagi gullar, sharqiratmalar, oqbosh tog' cho'qqilari, etiz ziroatlar, daryo vodilari sezilgan. To'risiga chosi qilib gul surat nusxalari sezilgan. Bu nusxalarga bak ustuliq bilan rang berilgan edi. Nusxa gullar orliqlari va gul shakllari shunchalik inchga, to'g'ri hisob bilan sezilganki, ko'rgancha kishi hayron qoladi. Saroyning shimoliga qaragan temida egiz, kang panjaralar o'ttirsida qo'sh qanotliq eshiklar saroyni to'liq yo'ritib turadi. Ular yon eshik tarafga mangan edi. Tashqaridan ikki qiz yugurib kelib, eshikni tashqariga ochdi. Xon butun binoni aylantirib selingan tosh to'riklik ayvondan tashqariga chiqarib yasalgan so'latlik cho'ng peshayvonga chiqdi. Peshayvonning o'ng yoqida yo'lanchik karvatda Oydin xonish yotadi. Uning yanida Yulduz o'rindiqda o'ltirib, bir nimalarni so'zlab o'tadi. 5 yoshli xon o'g'il to'ngan, o'ynayotgan yeridan qopdi va "Ona, dadam keldi!" degenicha xonga qarab yugurdi. Xon to'nganning beshini silidi va Oydin tarafga buraldi. Oydin karvatdan turib xonni qarshi oldi. Arboblar Oydinga ta'zim qilib, hurmat bildirishdi. "Dodo, ana buyta shoqam", dedi to'ngan bog'da kelayotgan akisini ko'rsatib. Aka, chopsamang, dadam keldi!" Bog'ning to'ridagi tarkin saroy tarafdan usti yepiq, to'risiga gullar naqsh qilingan tosh yo'ldan xon o'g'il Boytosh bir kuchni orqasiga agashtirib kelyotdi. U orqasiga qarab, "Anka, dadam keldi!" deb varqirab qo'yib, bu tarafga qarab qadamini ildamlatdi. Sutuqning onasi Tarkin begim o'z nomiga silingan oshu Tarkin saroyni yaxshi ko'radi. U o'g'li, kelini, navrilari bilan mush yerda turadi. Ordu binosining xuddi kichiklatib qo'ygan nusxasiga o'xshaydigan bu saroy ozoda, tinch, go'zal bir bino edi. Tarkin begim binoning kindigidagi do'gilak saroyda o'g'li bilan uzoq paranglashadi va uchlik xalqining davlat ishlari to'g'risidagi dokladlarini anglaydi. Keyingi kunlarda u ishqa ozroq oralashib, jiqroq dam oladigan bo'lib qoldi. Shu topda chochlariga oqlar kirgan. Ozroq mukchib qolgan ona ishki qo'ltiqidan yo'ligan gullayli va qunduzlarga ig'irliqini silib, asta mengib keladi. Ularning kaynida ko'rpa, yostiq ko'tirgan ikki qiz birga kelmoqda edi. Boytosh yugurib tosh palampaydan peshayvonga chiqdi. Uning kaynidan yugurib chiqqan jigarrang, solpon quloq chiroyli kuchuk xonga qarab, "Hav" deb ikki qitim qovdi. "Ha, Boytosh, kuchugingning ochiq yomon-ku, ha o'g'lim?"
dedi xon quyruqini shipangshitib, tumshuqini so'zib turgan kuchga qarab kulib. Sizdan qand so'rayotidi. Boytosh yonchuqidan bir parcha qandni ilib dadisiga berdi. Qarang, bu sizga mo'lliq etib berdi. Xon qandni egizrak tashlab bergan edi. Küçük sakrabda og'ziga oldi va oldiga bir, keyniga bir, ikki qitim mo'lloq atdi. Keyin yana xonga talmirdi. Hammaydan kulishdi. Xon palampayga kelib qolgan onasiga qaradi va oldirab palampaydan tushib, onasini qo'ltiqlab ap chiqdi. Hammaydan hurmat bilan onaga ta'zim qildi. Tarkin begimning umri uzun bo'lg'ay, dedi Botir tog'a ko'pchilikka vakolatan. Rahmat tog'a. Ömür qancha uzun bo'lsa-mu, 1000 yoshga kirmaydi u kishi. Dedi ona va bir oz o'ylab davom qildi. Odam o'lidi. O'rdu, saray, bog'-tog' hammasi qoladi. Odamlar o'lmaydi. Ketganlar qolganlarga adgu nom qoldirib ketsa, ajunda onundan adgu ish yo'q. Shundoq emasmi, hurmatlik bilgi tekin? U orqadiraq turgan bilgi tekinga qarab kuldi. Bak to'g'ri Tarkin begim, dedi bilgi tekin oldig'iroq menga. Odam bugun uchunla emas, ati uchunmi yashashi kerak. Adgu, dedi ona. Keyin Sutuqqa qarab. Balam, bu söz yadingizda bo'lsin. Ati uchun yashang. Ordu sizga qutatqay. Siz budunga qutatqaysiz. Sözleriniz hamisha yodimda bo'lg'isi ana. Bodun uchun, ati uchun. Sutuq oxirgi so'zni go'yoki qasamyod qilgandek do'lqinliq ovoz bilan aytdi. Xo'p, ishlaringlarni qilinglar, dedi ona o'g'lidan rozi bo'lgandek kulimsirab. Men ozroq dam olay. O'z ishinglarni qilaveringlar. U karvat tarafga buraldi. Gullayli bilan Qunduz qo'ltiqladi. Xon va hamrohlari onu bilan xo'shlashib, Sayli saroyga qaytib kirdi va Borisbegning boshlashi bilan so'l qo'lga buraldi. Ular keng egiz ayvondan mengib, tantanalik taxti saroyga kirdi. Bu saroy egiz, chosi kelgan bo'lib, oltin seriq gul naqshlar bilan bezalgan. Tomlarga uy hayvonlari va yovvoyi hayvonlarning suratlari silingan. To'risiga kichik chosi ulgilar. O'tirsiga dugulak ko'zgu aynak o'rnatilgan. Yuqoriga qaraganda hamma ko'zgilardan qarigan kishining suratini ko'rgili bo'ladi. Sutuq bilan yaqin hamrohlari to'risga qarishib, hayron bo'lgunicha kulishdi va binokor ustamni maqtashdi. Egiz panjaralardan quyosh nuri tushib, taxti saroyni yo'ritib turadi. Kun petish yoqdiki, cho'ng qopqa tarafga qarab turgan tomga egiz ishik o'rnatilgan. Ishik o'dolida ishkirrak kirgan, orqa va yon taraflarga cho'ng panjaralar o'rnatilgan. U yoqda supi ustiga seriq ranglik naqshlar bilan bezalgan taxt qo'yilgan. Taxt oldiga bosh tishlari bilan so'yilingan cho'ng oq iyiq terisi silingan. Yerga bir butun mochin nusxa cho'ng zilchi silingan bo'lib, taxt oldidan tortilgan qizil poyandoz uduldagi ayvonga so'zilgan. Xon hamrohlari bilan shu poyandozlik ayvonga qarab mangdi va
uzoq o'tmay ajoyib katta, egiz, dugulak bir saroyga chiqishdi. Bu xon saroy, dedi binokor ustam xonga yaqinroq kelib. bu saroyni yasashda cho'ng yig'inlar, dog'dug'liq ziyofatlar ko'zda tutildi. Ohoy, ustam, jannatmi mo'shunchalik go'zal bo'la? dedi Botir tog'a yulduzlar parqirab turadigan ko'k osmondak to'risqa qarab. Ustullarimning isil qo'llariga Alloh madad bergay, dedi Sutuq va ustalarni mahoratlik hunari bilan tabrikladi. Keyin u tomga diqqat qilg'ach yaqin bordi. Tom egiz, keng katakchilarga bo'lingan bo'lib, uningga o'rnatilgan cho'ng ko'zga aynak yuziga o'z naqshlar silingan. O'ziga xos ranglarda ayrim silingan uzum, anor, olma, shoptol, gilos va boshqa mevalar naqshlari oralaridan kishilarning parcha suratlari ko'rinib turadi. Pah, bak adgu, bak isil, dedi xon xushal bo'lib va orqasiga buraldi. Ma u yoqda. Borisbek cho'ng eshikdan kirgandiki o'ng qanotni ko'rsatdi. Biz ko'rib kelganga o'xshash saroylar bor. Saroylar ichkarisida Arslonbegning, O'rda betikchisining, To'g'rilbegning, Qilichbegning ishg'ollari bor. Borisbegningmi bor? dedi Qilich yo'g'on ovoz bilan. Hammaylan kulishdi. Qopqa tarafga qaragan eshik echildi. "Ilik keldi", dedi Erkin va orqadan agishib kirayotgan ilikni ko'rsatdi. Xon darhol eshikka qarab, kulimsirab kirayotgan ilikni ko'rdi. "Ha? Do'stim ilik." Xon ilikning oldiga berib, uni quchoqladi. "Mana qarang. Shunchami kechikib ketarsizmi, ha? Ketkiningizga qancha yil bo'ldi?" 3 yildan oshdi, dedi ilik. "Onam qo'yivetmidi. Undan keyin bola sog'indiki yaxshiroq o'qishdan kechalmadim." "Bilgit ekan, anladingizmi? Ostonimiz Qashqarning o'qish ishi bola sog'inga yetmaydi ekan. Qanday qilish kerak?" "U qadim ostona emasmi? Ortiqchiligi albatta ko'p bo'ladi. Bizmi ishlarimizni uningga yetkazamiz. Bara oshirib o'timiz texi", dedi Bilgi Tekin. "Albatta, cho'qim oshirib o'tish kerak. Ilik bola sog'in mevalardan ilib keldi-da. Amdi bu kishini qo'yib atmasi kerak, ha?" "Ha, qarang, men sizni to'sib oldim. Mana, yaralar bilan ko'rishing." Xon burilib, hamrohlarini qo'li bilan ko'rsatdi. Ilik ko'pchilik bilan salomlashdi. Hammasi bir-birlab ilik bilan ko'rishdi. Baybilga qo'polg'ini omonlashib qo'ydi. "Qarang bu saroylarni", dedi xon qo'l ishorati bilan saroyni ko'rsatib. "Mana bu o'rda, cho'ng masjid, aras, yana cho'ng o'qul yurti. Buni siz yoqtirasiz albatta. Binolar katta. Lekin ishlashimiz kerak, do'stim. O'rdimizning betikchiligi sizni kutmoqda. O'rda sizni kutmoqda. Ostoni kutmoqda", dedi yana Sutuq xushal kayfiyatda. Hammaylan xushallik bilan rozilik bildirishdi va kulib ilikni muborakladi. Bilgi bilan yana 2-3 kishi xushal bo'lmadi. "Eng muhimi, yangi o'qul sizni kutmoqda", dedi Bilgi Tekin to'pdan ilgariroq chiqib. "Betikchilik
o'qituvchilikqa daxli qilmaydi, dedi Botir tog'a. Ilik vaqt chiqirib, belik berib turishga bo'ladi-da, ha? Men bu ishga loyiq emasman. Yana davomli o'qisam deyman. Dedi ilik kamtarlik bilan. Xon ilikning so'zini bo'ldi. Bo'ldi do'stim. Sizga so'zmi qilishga ruxsat yo'q. U kulgunicha ilikning do'lisiga urib qo'ydi. Biz o'rnini ko'rib bo'ldik. Siz ayrim ko'rasiz. Yuring, men sizni onam va Oydin bilan ko'rishtiray. Xon hamrohlariga qarab bosh egib xo'shlashdi va ilikning qo'ltiqidan ilib ishkirga mo'ngdi. Boshqalar ta'zim qilib xon va ilikni uzitib qilishdi. Sutuq bo'g'ra xon, mard kishi ishgan. Siz bo'lonchi bo'lsangizmi, ham sizni o'ldirmabdi. Samarqand katta shahar ishgan. Egiz pashtoqliq masjid, madrasalar va hayvat o'rdular to'lib ketibdi. Xazinani ulg'aytish uchun boylarga seliqni ko'paytirish va pul milijiqlardan davlatga qarz olish kerak. Botir qerini jazolash qaror qilindi, yaronlar. Irpon elektron şirketi turlik lug'atlarni chiqarib til boyligingizni oshiribla qolmay, bu xil asarlar bilan odam bo'lishning epini o'gitib, dil boyligingizni ovundirmoqchi.